Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoroligimizda 2025-yilning hamyonbop 3 ta smartfonni ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like tugmasini bosib qo'ying. Biz boshladik. Birinchi smartfonimiz Xiaomi Poco X7 Pro 5G. Ushbu smartfonimiz telefonda o'yinlarni o'ynashga juda yaxshi tanlov. Ekran 6.67 dyuym, AMOLED. Yangilanish tezligi 120 Hz, protsessor Dimensity 8400 Ultra, batareya 6000 mAh, maksimal zaryadlash quvvati 90 Wattgacha, kameralar asosiy kamera 50 megapikselli va old kamera 20 megapikselli. Xotirasi 12 ga 512 gigabaytgacha. Keyingi smartfonimiz Honor Taurus Lite. Ushbu model juda yengil va ixcham bo'lib, 108 megapikselli kamera suratga olish parametrlarini yaxshilashi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt bilan takomillashtirilgan. Selfie ishqibozlari va telefonga suratga olish yaxshi ko'radiganlar uchun kamerani tezda ishga tushirishga qulay maxsus tugmasi mavjud. Ekran 6.7 dyuym AMOLED, yangilanish tezligi 120 Hz, markaziy protsessor Dimensity 7025 Ultra, batareya 5230 mAh, 35 Wattgacha quvvatlana oladi. Kameralar asosiysi 108 megapiksel va old kamera 16 megapiksel. Xotira 8 ga 256 gigabaytgacha. Uchinchi smartfonimiz Samsung Galaxy A26. Galaxy A26 ish uchun ham, muloqot uchun ham, kundalik foydalanish uchun ham mukammal muvozanatli smartfon. 120 Hz yangilanish tezligiga ega displeyi filmlarni tomosha qilish va ijtimoiy tarmoqlarni ko'rishga juda yaxshi. Ekran 6.7 dyuym Super AMOLED, yangilanish tezligi 120 Hz, markaziy protsessor Exynos 1380, batareya 5160 mAh, maksimal quvvatlanishi 45 Wattgacha, kameralar asosiysi 50 megapikselli, ultra keng burchaklisi 8 megapikselli, makro kamerasi 5 megapikselli va old kamerasi 13 megapikselli. Xotirasi 8 ga 256 gigabaytgacha. Ushbu smartfonimiz ortiqcha to'lovsiz, ishonchli va muvozanatli telefonni xohlovchilar uchun yaxshi tanlov.